Boshlayman. Yaxshimi, sizlar charchamayapsizlarmi? Salomatliginglar yaxshimi? Tinchlik, xotirjamliklar, charchab qolmayapsizlarmi? Uylardagilar omonmi? Bola chaqa, qozon tovoq degandek. Tak, eshitib turgan barcha jonlarga assalomu alaykum. Kimda nima savollari bor, bemalol bersanglar bo'ladi. Kim nima qilyapti? Kelinglar tanishamiz. Menga yangi obuna bo'layotgan obunachilar bor va eski obunachilar bor. Shuni ajratib olamiz va bilib olaylik. Sizlarga savol: kim qachon menga obuna bo'lgan? Masalan, 1-2 kun ichida bo'lgan bo'lsa 1 oy desanglar bo'ladi, yoki 2 oy oldin, 3 oy oldin, 5 oy oldin, 1 yil oldin masalan qanchadan biri kuzatib olsalar va sizlarga nima foydam tega oladi, mana shu efirda foydam tegsin. Menga obuna bo'ling iltimos aka debdi. Xo'p bo'ladi. Amirbek, mana sizga biroq obuna bo'la olmas ekanman-da efirda-chi. Efirdan chiqib obuna bo'lib qo'yaman. Xo'p. Assalomu alaykum, kurs narxi nech pul debdi. Kurs narxi ekspress darslar qilyapmiz hozir 3 million. Uni ichiga onlayn darslar ham kiradi va 3 kun 4 soatdan offlayn dars ham kiradi. Qirg'izistonda pul ishlasa bo'ladimi debdi YouTube'dan. Albatta bo'ladi. 8 oy bo'ldi debdi Addushi aka. 8 oydan beri kuzatib o'tganingiz uchun mingdan ming rahmat deb qolaman. Umringiz uzoq bo'lsin. 2025-yil dekabr. Zo'r. Tak, Amerika akkaunt ochish o'rgating debdi. Birinchi avvalambor Amerika akkauntini sizlar tushunib olishinglar kerak edi. Amerika akkauntini farqini, masalan, Amerika YouTube degan gapni ko'p odamlar eshitgan bo'lsanglar kerak edi. Ana shu narsaga kelib to'xtalamizda. Amerika YouTube o'zi nima? Undan keyin Amerika akkauntini qanday qilib ochilishini ham masalaga o'ta tushunib ketaman. Nima ishda? Chuqurdan tushuntirmayman, chunki juda ko'p vaqt oladi. Uni ko'rsatib, har birini detal ko'rsatishim kerak bo'ladi. Shundan poverxensini tushunib ketaman. Avvalambor Amerika YouTube deb bo'linmaydi, O'zbekiston YouTube deb bo'linmaydi. Bizda bitta YouTube bor, youtube.com. O'zi bittagina sayt. Bu narsa qanaqasiga bo'linadi? Tillar bo'yicha bo'linadi. Masalan, siz o'zbek tilida kontent olasiz, ana u O'zbekiston YouTube bo'ladi. Masalan, O'zbekiston muhiti uchun mo'ljallangan YouTube. Endi nimaga Amerika YouTube deyiladi? Chunki O'zbekistonda 2020-yili monetizatsiya o'chib qolgandan keyin ko'p odamlar, ko'p kreator, avtorlar o'zbek kontentini yasamay qo'yishdi, chunki pul olib kelmaydi. Blogerlar bo'ladigan bo'lsa, o'zini obunachilari uchun va katta videolardan chiqarish uchun yoki qo'shimcha axlatga ega bo'lish uchun YouTube ishlatib kelishgan. Lekin hech qaysi biri shu kungacha o'zbek tili kontentdan unaqangi yaxshi daromad qilishmagan. Chunki 2022 gacha qilishgan, 2022 da bu narsa o'chib qolgandan keyin ko'p odamlar buni o'zbek YouTube emas, masalan, o'zbek YouTuberlar ham, aytaylik, o'zbek kreatorlar ham hammasi Amerika YouTube'iga kirib ketdi. Ya'ni ingliz tilida olingan mavzular, kontentlar, yangiliklar, masalan, har xil yosh bolalarning yo'nalishini hammasini ingliz tiliga burib turib, shunaqasiga Amerika YouTube'i kelib chiqqan. Va biz ham masalan, ko'pincha bu yerda 90% Amerika YouTube'ini yurg'izishga o'rgatamiz. Aynan Amerika YouTube'iga qanaqa qilib kontent qilishi, Amerika YouTube'ida hozirgi trendda bo'lgan yo'nalishlarni topishi, masalan, bugun Amerikada nima trend bo'lyapti, kecha nima trend bo'lyapti, har birini ko'rib o'tiradigan, analitika qiladigan saytlar ham mavjud. Ana aynan shu saytlar orqali biz o'tirib olib, har kuni analitika qilib va o'zimizni o'quvchilarga berib boramiz va shu yordamida o'zimizni Amerika YouTube'imizni ham yurg'izamiz. Mana shu narsa do'stlar, aslida Amerika YouTube deyiladi. Endi Amerika YouTube'ida kanalni qanday qilib ochishga kelib to'xtalamiz. Masalan, O'zbekistonda turib hozir kanal ochyapmanmi? O'zbekiston IP adresi bilan, ya'ni IP adres degani O'zbekistondagi turayotgan masalan manzilimdagi internet qaysi provayderga tegishli, har birini bilishim kerak. Uni keshi to'lib ketmayaptimi? Uni IP'si qanaqa IP, zaharlangan IP'mi? Har birini ideal tarzda bilmaydigan bo'lsangiz, bitta ochgan akkauntingiz bittasi ham yurmaydi. Ana shu narsalar hammasiga kelib to'xtalaverasiz. Masalan, IP ga kelib to'xtaladigan bo'lsak, IP adresimiz bu bizani ishlatayotgan internetimiz. Masalan, o'z onlayn provayderini ishlatyapsiz yoki siz aytaylik Comnet ishlatyapsiz va shunga o'xshagan bir nechta provayderlar bor. Hozir bir minut suv ichib oling.
bunaqa gapiraverish ham oson emas. Har safar dars o'qiganda ham suv ichib ketaveraman-da. Masalan, IP providerga kelib to'xtadik. Masalan, ko'pincha men ofisda deylik, YouTube akademiyasida biz uzonlayn ishlatamiz va uzonlayn bizga bitta IP adres beradi. Ana shu IP adres mana 920 30 40 80 80 degan adres bo'ladi. Counter o'ynaganlar biladi buni. Connect terayotganda tam connect nomerini terasizlar. Ana shu narsa masalan IP da. Bu yerda ham internetda o'zini IP adresi bo'ladi. Ana shu IP adresdan nechta odam foydalansa ham bitta IP adresdan foydalanishadi. Bizda ko'p holatlar bo'ladi, oilaviy internetlarda. Uyingizda o'tirib olib YouTube yurgizmoqchisiz, lekin yurmayapti yaxshi. Buni sababi internet. Chunki siz ishlatayotgan internetda sizni oyingiz ham ishlatyapti, adangiz ham, singlingiz ham, masalan, akangiz ham, o'rtacha oilada 4 ta yoki 5 ta kishi bitta internet ishlatishadi. Ana u paytda internetimizni cache to'lib ketadi. Hech qaysi birimiz internetda cache-ni tozalamaymiz va u narsani tushunmaymiz ham, masalan. Bu bor haqiqatda. Masalan, siz uzonlaynga providerga pastayni telefon qilib turib, "Meni internet kashimni tozalab beringlar" deb aytmaysizlar, so'ramaysizlar va bu narsadan xabardor emassizlar. Ko'p odamlarning YouTube akkaunti nimaga birinchi oydan yaxshi yig'may qoladi? Ya'ni chet el YouTube'iga qilish uchun agar O'zbekiston muhitida ochilgan akkauntlarni har biri o'zbek tili kontentiga yaxshi yurib ketib qoladi. Chunki moslashtirilgan IP bo'yicha-da. Biz chet el internet chet el IP'si bilan ochmoqchimiz, bizning IP bo'lmaydi. Ana u holatda biz O'zbekiston internetiga ulanib, o'rtada tunnel yaratib, biz Amerika internetiga ulanib olishimiz kerak o'zimizning kompyuterimiz bilan. Amerika internetidan turib, amerikanskiy IP adres bilan biz yengitdan pochta yaratamiz. Google pochta, ana shu Google pochtani ichidan biz o'zimizga lokalizovanniy Amerikada yaratilgandek Google akkaunt ochamiz va Google'imiz YouTube'ga tegishli, точнее YouTube Google'ga tegishli, Google bazasida biz AdSense bazada, chunki bu yerda ikkita baza bor. Unutmaymiz do'stlar, AdSense baza bor va MCN degan baza bor. U lokalni xuddi shu YouTube'ga o'xshab ishlaydi. Aynan shu AdSense akkauntlarni ochib olganimizdan keyin AdSense YouTube akkaunt ochib olganimizdan keyin bo'ldi, siz akkauntlaringiz hammasi Amerikada ochilgan bo'lib hisoblanadi. Chunki lokalni siz IP'siz Amerikada joylashyapti. Chunki o'rtadan tunnel yaratingiz proxy yordamida. VPN emas, proxy. VPN ning foydasi 70% gacha ishlaydi, a proxy ning foydasi 100% gacha ishlaydi. Bor, okay. Men hech kimga hech qachon garantiya bermaganman. Men garantiya nimaga beraman? O'zimdagi ma'lumotlarga, o'zimdagi aqlga va o'zim bera oladigan ma'lumotga. Masalan, men hech kimga garantiya bermaganman va bermayman ham. Bir kunda masalan pul ishlab ketasiz yoki bir haftada pul ishlab ketasiz, bir oyda pul ishlab ketasiz. Unaqangi narsa yo'q. YouTube sohasi bu oltin quduq emas-da, va bunaqasiga oltin suvni olaveradigan yoki oltinni olaveradigan joy emas-da. Chidaganga chiqargan bu kasbni masalan aytaylik 10 ta odam institutda o'qiyapti-da, 10 tasidan hammasi ham chotga ishga kirib keta olmaydi-yu, yoki 10 tasini hammasi tashab ketmaydi degan garantiya yo'q-ku. Masalan, bu yerda odamgarchilik fakti bor-da va odamgarchilik понятие bor. Ya'ni hamma odam ham aytaylik bir oy davomida shu o'ziga kerakli bo'lgan bilimni o'qib oxirigacha chiday olmaydi. Chunki ko'p odam yarim yo'lda tashab ketadi, bu bir. Ikkinchi qatlam odam bor bizada oxirigacha yetkazib o'qiydi. Videolarni taxlashni boshlaydi, lekin videoni kutishga sabr yetmaydi. Birinchi oy o'zida sinib qolishadi, videolarim qiyin bo'lib ketdi, montaj qiyin bo'lyapti, vaqt yetmay qo'yapti, o'zim ishimga bu degan bahonalar kelib chiqishni boshlaydi. Bu juda ko'p odamda takrorlanadigan holatlar. Masalan, oranglarda shunaqangi inson bo'ladigan, manda plyus yozib ketinglar, bu yerda uyalish kerak emas, bu yerda prosta sabrlikni chaqlash kerak, pastayini chalqab borish kerak. Masalan, hech qachon bo'lmaydi unaqangi natijalar. Bir oy o'zida reysga chiqib ketib qolgan. Bizda bor natijalar. Bir haftada ham manchestiga chiqib ketgan o'quvchilar bor. Takji bir oyda chiqayotgan o'quvchilar ham bor va 10 oyda chiqayotgan o'quvchilar ham bordi. Chunki bu yerda juda ko'p faktorlar rol o'ynaydi. Ya'ni YouTube'da ham har kunlik berilayotgan bilimimiz, u masalan biz har kuni berib borishimiz kerak edi. Hozir buni tushuntiraman. Ozgina tushunmaydiganroq tonda gapirib qo'ydim. Demoqchi bo'lganim, masalan, har kuni siz yangi bilimdan tomchi-tomchi olib turishingiz kerak. Chunki analitika tez o'zgarib ketib qolaveradi. Upgrade tez bo'laveradi. Analitikaga qarab turib, bizdagi algoritmlar tez o'zgarib ketib qoladi. Bugungi bo'lgan narsa ertaga o'xshamay qolaveradi. Shundan biz postoyanni upgrade berib boraveramiz. Mana bizning onlayn darslarimizda ham hozir 100 tadan ko'p darslik bordi. Nimaga 100 dan ortiq darslik? Ko'p odamlar masalan
aytishi mumkinda, "Oka, 30 ta darslik bilan ham o'rgatib qo'ysangiz bo'ladi-yu" deb. Yo'q. Chunki 30 ta darslik bilan biz ba'zan o'rgatadigan bo'lsak, YouTube ichi bilan qanday qilib ishlashi, qolgan masalan 90 ta darsligimiz bilan biz в целом yangi bo'layotgan ma'lumotlarni berib ketaveramiz. Masalan, kecha bo'lgan trend bugun o'sha takrorlanmay qolishi mumkin-da, chunki YouTube'da hype yo'nalishlar bor, doimiy yo'nalishlar bor. Uni hammasidan xabardor bo'lib o'tirishimiz kerak. Shuning uchun biz darslarni o'z vaqtida постоянно analitika qilgan holda berib ketaveramiz. В целом hozirgi paytgacha 100 dan ortiq darslik bo'ldi va men xohlaymanki, hozir ko'rsatmasizlarga protsessi kelinglar. Oyni ortidan bo'layotgan YouTube akademiyasidagi protsessni o'zinglarni ko'zinglar bilan bir ko'rib ketasizlar. Yangi darsliklar olinyapti hozir bizda. Tomosha qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda biz qahramonlarimizning ichki analizini o'tkazamiz. Masalan, YouTube'da xohlagan bitta mashhur kanalning ссылкасini olib kelib qo'yamiz. Siz ham o'zlaringizning konkurentlaringizni xuddi shu sayt orqali tekshirib olasiz. Katta bo'lib ketdi, to'g'rilanmay qoldi. Qochdim. Meshat qilmaymiz ularga. Xuddi shunaqasiga yangi darsliklar olinaveradi do'stlar va yangi darsliklarni biz har kunlik emas, haftasiga harakat qilamiz chiqarishiga. Bir xilda bo'ladi, bir oyda 2 marta darslik chiqadi. Yangi darslarni qo'shib ketaveramiz. Masalan, aytaylik, hozir yangi analitika qiladigan sayt chiqqan, ana shuni darsligiga olinyapti. Endi bemalol do'stlar savolinglarni bersanglar bo'ladi. Tak, proxy bilan YouTube'ga video yuklasam yurib ketishi mumkinmi birinchi kundan? Albatta, birinchi kundan yurib ketishi katta ehtimol bilan. Chem O'zbekistonning IP da turib, kanal ochib, kanalni yuritganga qaraganda. Do'stlar, obuna bo'linglar, qaytaraman debdi. Oka, obunachi ko'paytirmoqchimisiz? Giveaway qilib yuboraymi? Onlayn kurs necha pul? Onlayn kursimiz 3 million, oka. Necha oy kurs? Bizada onlaynimiz oyga bo'linmaydi. Onlayn eng yaxshi tarafi nimadan iborat? Siz bir marta kurs olasiz va olayotgan kursingiz doimiylik. Ya'ni bizaniki 1 oylik emas, 2 oylik emas, 3 oylik emas. Bo'ldi, siz postoyanno yangi ma'lumotni olib o'tiraverasiz bizdan. Biz fuflo narsa sotmaymiz. Biz bozorda qiymatga ega bo'ladigan narsa sotamiz. Ya'ni qiymat bu yerda nima bo'lyapti? Cheksiz. Ya'ni 1 oyga olmayapsiz, 2 oyga olmayapsiz bu narsani. Onlayn produkt aytayapman va offlayn o'qigan o'quvchilarimiz ham onlaynga dostуп beriladi. Amerika IP-da ochish uchun siz avvalambor kompyuterni birinchi avvalambor yaxshi tushunishingiz kerak. Kompyuterda multi akkauntlar yaratishni bilishingiz kerak. Undan keyin хотя бы bo'lmadi deganda terminal bilan ishlata olishingiz kerak. Tak bu eng qiyin yo'lini sizlarga tushuntiryapman. DEDIC sistema degan понятие bor. Ya'ni Amerikadagi turgan arendaga beriladigan kompyuterlar bor. Tushunasizlarmi? Arendaga beriladi. Bu yerda biz O'zbekistonni internetidan, o'zimizning kompyuterdan ulanib, Amerikadagi boshqa kompyuterga ulansak bo'ladi. DEDIC sistema. Bu ochiq anaqa ma'lumotlar, buni mana libbo joydan topsanglar bo'ladi. Masalan, internetga ham yozib, qanday qilib o'zimizning internetda Amerika internetiga ulasa bo'ladi desangiz, sizga proxy sistemani ham tushuntirib berishadi. Qiyin sistema emas, vashchi. Libbo odam o'rgana oladi. Qanday qilib terminal yaratishi ham, masalan, qanday qilib oddiy IP akkaunt ochishi ham. Okey, kuniga maksimal 10 ta video qo'yishingiz ham bo'ladi. 50 ta video qo'yishingiz ham bo'ladi. No, lekin videolaringiz sifati bo'lmasa, okey, son o'tda rol o'ynamaydi. Siz okey, mana bunaqada challenge qo'yaraman-da. Masalan, siz 50 ta video kuniga qo'yasiz-da, men bitta video kuniga qo'yaman-da, lekin natija menda kattaroq bo'ladi. Chem siz 50 ta video qo'yganga qaraganda. Siz 50 ta videoni masalan bir kunda tahliydigan bo'lsangiz, men bir kunda bitta video tahliyman-da, ertalabdan kechgacha. No, lekin meniki yaxshiroq yuradi. Chunki bu yerda do'stlar YouTube'da son rol o'ynamaydi. Son вообще rol o'ynamaydi. Sizni videoyi shunaqangi sifatli bo'lish kerak. Sifat degan narsani har xil odam har xilga tushunadi bu yerda. Sifat deganimiz bu yerda
videoni ko'rgan paytda odam o'tkazib yubormaydiganday video bo'lishi kerak. Har bir sekundini ushlab qolishingiz kerak. Masalan, aytaylik, YouTube'da, не только YouTube'da, asli o'zi video production sohasida, media sohada o'zi qonun bor. 3 sekund qoidasi deganda. 3 sekund qoidasi bu videoyi siz 9 sekunddan iborat topgan bo'lsa, masalan 9 sekundli reelslar bor-da. 9 sekunddan iborat topgan bo'lsa, siz har 3 sekundini ushlab qola olishni bilishingiz kerak. Masalan, 3 sekund ushlab qola oldingiz, boshida do'stlar salom alaykum yoki do'stlar men sizlarga $1000 ishlashni o'rgataman. Mana siz 3 sekund odamni ushlab qoldingiz. Xo'sh, qani nima o'rgatar ekan deydi-da. Undan keyin yana 3 sekundni nimadir qiziq narsa bilan ushlab qolishingiz kerak. Shunda bu 6 sekund ko'rishi uchun. Tushunasizlarmi? Ana sizda 9 sekund bor. Siz nimadir qiziq narsa berishingiz kerak har 3 sekundni obunachi uni ko'rish uchun. Chunki kadrlar o'tda o'zgarmasa, bitta monotonni mana bunaqangi hozir bitta kadrda turman, to'g'rimi? Men sizlarga zerikarli bo'lmasligi uchun, masalan, men sizlarga zerikarli bo'lmasligi uchun, masalan, men mana bunaqangi kadrda ham olib turib gapirsam zerikarli bo'lmaydi. Masalan, men mana bunaqangi kadr qo'yib qo'yaman va bu yoqdan kadr qo'yib qo'yaman, pastdan kadr qo'yaman. Mana shuni hammasi do'stlar kadrlarga bo'lish deyiladi. Va agar sizni videoyingizda kadrlarga bo'linmasa, u videolaringiz retga chiqmaydi monotonni kadr bilan. Chunki odamlar o'tkazib yuborishadi, bo'ldi, ketdi. Shundan do'stlar, dasha 10 minutlik videoni taxlayotgan paytda ham siz sifatiga qarashingiz kerak. Yasayotgan ma'lumotingizga, montajingizga, dinamikasiga uni masalan testda qo'yib ko'rasiz, uni testdan o'tkazib ko'rasiz. Bittada bunaqangi chiqib ketish degan narsa yo'qda YouTube'da ham. Sabrli. Amerikani o'zida ochilgan akkauntlarni biz proxy yurg'izsa bo'ladi, lekin natija proxy bilan yurg'izgandek bo'lmaydi. Sirasi aytib ketaman, chunki men oq-oq, qorani-qora deydigan odamman. Bo'ladigan narsani bo'ladi deyman, bo'lmaydigani bo'lmaydi deyman. Masalan, unaqa qiladigan bo'lsangiz, akkauntingizni yaralishi o'zi tegi Amerika bo'ladi, to'g'ri. Lokalni birinchi Amerikaga chiqarish hamda yaxshi, lekin keyinchalik videolaringiz O'zbekiston bo'lib ketishidan garantiya yo'q. Chunki siz lokalni O'zbekistonning internetidan qo'yib olasiz, soответственно IP qayerda bo'lsa, ma'lumotlarni ham shu yoqqa chiqaradi birinchi bo'lib. Offline kurs qachondan boshlanadi debdi. Offline kursimiz dushanbadan boshlanadi. Express 3 kunlik 4 soatdan darsimiz hozir mavjud. Shunga bemalol olib qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Telegramga kirsanglar, Telegramda nomerlar qoldirganman. Yoki men ham hozir nomer yozib qoldiraman. Shu darslik bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir offline kurslarni hammasini yig'ishtirib tashlaganmiz do'stlar, chunki hozir men nomer qoldiray. Nomerni saqlanib qilib qo'yib, telefon qilsanglar bo'ladi. Mana ikkita nomer tashab qo'ydim do'stlar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana shu kurs bo'yicha kimda nima savollari bo'lsa, kimda hamkorlik bo'yicha bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Ikkinchi nomerni ham tashadim, ikkita raqamni zakrep qilib bo'lmas ekan. Shunga bittasini zakrep qilib qo'ydim. Va amti kino yo'nalishini plus va minus nimada? Kino yo'nalishini minusi yo'q, faqat plusi bor. Chunki kino har doim rekomendatsiyaga chiqadi. To'g'ri MCN set bilan ishlaydigan bo'lsangiz. Просто tak mamlakatga Googledan akkaunt ochib olib, AdSense sistemada qilaman desangiz bo'lmaydi. Chunki bu yerda ham o'zini tonkistlari bor. Bu sistemada to'g'ri ishlashi o'zining sxemasi bor. Sxemasini bilmasangiz, shuncha kinoni borib litsenziyasini sotib olsangiz, uni ishlata olmaysiz YouTube'da. Tak qo'ya olmaysiz. Sizni belli spiskga kiritish kerak. Bu litsenziyam bor degani, masalan, kinoni qo'yib men daromad topaman degani emas-da. Tak, to'rka rasm qo'ysam ham YouTube'da o'qiyapman, soобщениyalar kelyapti. To'rka rasm qo'ysam ham keyin xiralashib qolyapti do'stim aka. U previewga qo'yyapsizmi yoki anaqaga qo'yyapsizmi? Videoni taxlayotganda aytyapsizmi rasmlardan? Videoda
xira qo'yilayotgan bo'lsangiz, demak kачествоyingiz past qo'yilyapti-da. Uni YouTube'ga настройкаларga kirib, качествосini to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Высокое разрешение bilan videoni joylashtirish. Ya'ni sizniki u качествосini past qilib joylashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Amerikadan sizga akkaunt ochib bersa, O'zbekistondan qo'ysangiz bo'ladi, aka. Elnur aka, qatdan tekinga noldan o'rgansa bo'ladi. Hamma joy infatsigan debdi. Okey, mana bunaqa narsada realni o'zingizga, bilimingizga sarmoya bu eng katta qilgan to'g'ri ishlardan biridir. Chunki odamzod, men o'zim xuddi shu etapdan o'tdim-da. Men 25 yoshgacha masalan hamma sohani qilib ko'rdim. Sartarosh ham bo'lib ko'rdim. 4 yilmi sartarosh bo'lib ishladim. Undan keyin akrobatika bo'yicha trener ham bo'lib ishladim. Kino kastinglarda yurdim. Kinolarda ana orqa planlarda tushdim. Masovkada-da. Undan keyin kliplarga tushib ko'rdim. Blogerlik sohasini boshlab ko'rdim. 2017-2018-yillar eski videolarni qo'ydim-ku. Reels'da kim ko'rgan bo'lsa, undan keyin sekin bo'lib ketaverar ekanda. Nimaga sekin bo'lib ketaveradi, bilasizlarmi? Chunki odamzod o'zini bilimini afzal ko'rmaydi-da. Hayotda o'ylaydi, hamma narsa oson, hozir qilaman, o'xshab ketaveradi debdi. Lekin bitta narsani bilmaysizki, aqlingiz bo'lmaganligidan o'tman yomon inson deb aytmayman sizni. Masalan, aql deganda sizdagi bor ma'lumotlar kamligidan siz bitta boshlagan ishingizni yaxshi yetkiza olmasligingiz mumkin oxiriga. Nimaga? Chunki masalan YouTube'dan ham tekinga o'rganaman deydigan odamlar bor-da. Yaxshi fikr. Men o'zim hamma narsani tekinga o'rganib keldim-da. Masalan, bizda ham imkoniyat bo'lmagan, pul beradigan, unaqangi so'raydigan odamimiz bo'lmagan, uyalganmiz, qo'rqqanmiz, men bunga masalan pul bering, o'qiyman debdi. O'zimiz tekinga o'tdan topib o'qiganmiz, lekin vaqt yo'qotasiz bu yerda. Bu yerda o'rganmaysiz emas, o'rganasiz. Hamma narsani o'rganasiz, lekin hech qayerda ketma-ketlik yo'q. Ya'ni sizga tajribadan kelib chiqqan holda noldan terib berilgan bilim yo'q. Bilim tekinga oqib yotibdi YouTube'da juda ko'p. YouTube'da bor o'rganaman deydigan odam, harakat qilaman deydigan odam YouTube'dan ham tekin narsalarni ko'rib topib qolaveradi. Masalan, YouTube'da kanal qanday ochsam bo'ladi deb videoni anaqaga yozsangiz, YouTube'ga yozsangiz chiqib keladi. Okey, ketma-ketlik, hamma narsadan ketma-ketlik chiqib keladi. U bepul bilimlar achib yotibdi-yu, harakat qilaman degan odamga. Lekin u yerda ketma-ketlik yo'q. Bu yerda ketma-ketligi borligi uchun u qiymatga ega. Shundan u qiymatga ega narsani siz bepulga berib olmaysiz, chunki shuncha yillik tajribani siz qanaqa bepulga berib olasiz. Har bir narsaga haq to'lanish kerak degan понятие ham bor. Okey, men hech qanaqangi sizga tavsiya bera olmayman. Masalan, mudofaaga kirishishmi yoki YouTube'ni boshlashmi? Bu narsani siz okey, o'zingizdan birinchi so'rashingiz kerak. Sizga o'zi nima kerak? Masalan, o'zingizni qaysi soha egasi, qaysi sohadanman deb o'ylayapsiz. Men hech qachon o'ylamaganman. Masalan, bitta narsani va qilmaganman. Davlat ishiga borib yoki kimnidir qo'lida qayerdadir ishlayman. Вообще bunaqa xayol ham qilmaganman-da. Qayerdadir borib ishlayman deb. Chunki men har doim xohlardimki, hech kimga nezavisimiy bo'lishi, ya'ni kimgadir borib oylik yalinishchi, okey, ishga oling yoki qayerdadir ishlaydigan odam emasman. Men liboy narsani qilib ketaverganman-da. O'zimga nima yoqyapti, shu narsani qilganman. Sartarosh bo'lgim kelgan, addushi zo'r urgandim, zo'r sochlab oldim masalan. Lekin ishlarimni ham storejga tashlab qo'yishim mumkin-da. Undan keyin akrobat bo'ldim, akrobatika bo'yicha trener bo'ldim. Haligacha salto-maltolar otib turaman, ko'rib turasizlar, lentaliga bir storejga qo'yib turaman. Chunki 6-7 yil davomida akrobatikadan trener bo'ldim. Sirkda ham ishladim, O'zbekiston sirkida ham. Bu paytda bilmadim, ko'rganlar bormi, ko'rganlar yo'qmi. Hamma narsa qilib ko'raverdik-da. Shundan okey, u maslahat men bera olmayman, chunki men o'zim shu sohaga moyil inson bo'lganimdan keyin yoshlikdan mana shunaqangi uyalmasdan kameraga ham chiqib gapirib ketaveraman, xohlagan narsani qilib ketaveraman uyalmasdan-da. Masalan, stol ustida bilasizlar, 4 ta 5 ta odam o'tirgan bo'lsa, somsa yeb o'tirasizlar. Bitta somsa qolgan bo'lsa, hamma uyaladi. Bunaqasi bir-biriga qarab. Men uyalmayman, men olib yeb qo'yaveraman. Shunaqangi insonman. Shundan
Masalan, uyalish kerak emasda hayotda hech narsadan, oke? Realni YouTube'ga ketmoqchimisiz? O'zingizni ko'ra olasizmi? YouTuberman deb masalan shu sohaga kirib turib, yarim yo'lda tashab ketmasligingizga aminmisiz? Unda boshlasangiz bo'ladi. Yo'q, agar unaqangi insonlar orasidan emasman, yo'q, men unaqangi sabrim yetmaydi, yarim yo'lda tashab ketaman deydigan bo'lsangiz, mudofaaga boring, oke? Hayotingizni o'zingiz qo'lingizda o'zgartirish, qaysi tarafga ketamiz? Shunaqangi sistemada ishlamoqchimisiz yoki o'zingizga o'zingiz erkin bo'lmoqchimisiz, bloger bo'lmoqchimisiz, kim bo'lmoqchi bo'lsangiz ham bu o'zingiz faqat hal qila olasiz. Oke, mendan o'rganadigan bo'lsangiz, men hech kimga hech qanaqangi garantiya bermayman. Men faqat bilim beraman. Men возможность beraman, imkoniyat. Ya'ni masalan pulingiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz sotib olsangiz bo'ladi, tayyor YouTube akkauntlarni pul olib kelayotgan. Men shu yo'lni sizga ko'rsataman. Men sizdan bir so'm olmasligim ham mumkin-da, shu yo'lni ko'rsata olaman. Men shunaqangi insonman. Masalan, bu yerga kelib siz darslik olaman deydigan bo'lsangiz, biz darslikda har birini o'rgatamiz. Masalan, akkaunt sotib olishni ham, tayyor YouTube akkauntdan, masalan, kimda sarmoya bo'ladigan bo'lsa, tayyor YouTube akkauntdan sotib olib, o'sha pul olib kelayotgan, shuni davom qilib ketsa ham bo'ladi, ishchilar olib qo'yib. Bu juda katta ekosistema. Buni ichiga kiradigan bo'lsangiz, YouTube'da davomiyligi juda uzun va daromad topadigan yo'llar ham ko'p bo'ldi. Nakrutka haqida ma'lumot bering debdi. Nakrutka aslida o'zim oldin qarshi edim nakrutkaga, har doim qarshidor bo'lib kelganman. Nimaga? Chunki kanalni o'ldirib qo'yadi, kanal yopilib ketadi. Lekin oxirgi payt men o'zim ko'p ishlatib, foydasini olganimdan keyin va atrofimdagi boshqa nakrutka urib yurgan bolalarning ishini ko'rib turib ham bundan saboq oldim o'zimga. Qanaqangi? Yo'nalishlar bor, nakrutkasiz ko'tarish kerak bo'ladigan, doimiyligi uzun. Masalan, siz bitta yo'nalishdan, bitta kanaldan 2 yil, 3 yil, 5 yil daromad topgingiz keladigan bo'lsa, nakrutka urish kerak emas. Agar siz kanalingiz umri qisqa bo'lsin, 1 yilga yetmasdan yopilib ketsin deydigan bo'lsangiz, 1 yilcha kuchni ko'tarib olaman desangiz, nakrutka ursangiz bo'ladi. Chunki nakrutka bu boost sistemi, ya'ni videolarni qaysi paytda qo'yishni ham bilib, qaysi paytda nakrutka urishni biladigan bo'lsangiz, zo'r ketadi. Ya'ni bu yerda nakrutkaning turi bor, xili bor. Prosmotr urish kerakmi, like urish kerakmi, kommentariy urish kerakmi? Har birini ketma-ketlik bor-da. Ketma-ketlikga rioya qiladigan bo'lsangiz, kanallaringiz uchib ketadi. Uchib ketadi, tez orada monetizatsiyaga yetkazib olasiz va u yerda anaqa natija tez bo'ladi. Lekin garantiya yo'q, sizning kanalingiz bir haftada yopilib ketishi kerak, chunki bu ham risk. Va biz ham har safar shunaqangi risklarni qilgan holda tez kanallarni ham chiqarib olamiz va uzoq muddatli kanallarimiz ham bor-da. Eng zo'r nakrutka saytini ayting debdi. smo.plus. smo+. Do'stlar, hozir 1 daqiqa shundoq tashqariga chiqib keling, 1 daqiqa.
Ming bor uzr. Qadrli do'stlar. Efirdan chiqishimga zarurat bo'lib qoldi.